Assalomu alaykum hammaga. Videoni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Video biroz uzunroq bo'lishi kutilyapti. Shuning uchun sabr bilan oxirigacha tinglashinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Xudo xolasa bu barchaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qadrli abituriyentlar, sizlar bilan birinchi fikrlarimni hozir bo'lishmoqchiman. Avvalo, maktab va akademik liteylarni tamomlab katta hayot sari ilk qadam qo'yayotganlar bilan chin dildan tabriklayman. Oldingizda turgan uzoq va mas'uliyatli yo'lda barchangizga omad va muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Hayotingizning yangi bosqichi boshlanmoqda. Endi siz muhim qarorlar qabul qiladigan, o'zingizni yanada chuqurroq anglaydigan va kelajagingizga poydevor qo'yadigan davrga qadam qo'yapsiz. Bu yo'ldagi eng muhim bosqichlardan biri esa talabalik yillari hisoblanadi. Ishoning, aynan shu davr keyingi hayotingizni qanday shakllanishini belgilab beradigan eng qimmatli yillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun hozirdan o'qing, iloji boricha ko'proq o'qing, faqat asosiysi o'zingiz uchun, o'zingiz rivojlanishingiz uchun o'qing. Raqobat qiling, kechagi o'zingiz bilan raqobat qiling. Va bilim olishdan hech qachon charchamang. O'rganganlaringizni boshqalar bilan ulasha olish uchun ham yanada chuqurroq o'rganishingiz kerak. Zero haqiqiy bilim faqat o'zingizga emas, boshqalarga ham foyda bera oladiganda yanada qadrliroq bo'ladi. Bugun siz tanlov oldidasiz. Ya'ni shuning uchun shoshilmasdan biroz to'xtab, yaxshilab o'ylang, fikrlaringizni tartibga soling. Shundan keyin qaror qabul qiling. Chunki bu yerda gap faqat qaysi oliygohda kirishingizda emas. Eng muhimi kelajakda sevgan kasbingizni tanlashingiz va umr davomida o'sha kasb bilan baxtli yashashingiz. Vaqt o'tishi bilan jamiyat sizga o'zini turli qirralarini ko'rsatishni boshlaydi. Turlicha qiyinchiliklar, sinovlar, kutilmagan vaziyatlarga duch kelishingiz mumkin. Shunda dunyo faqat oq va qora ranglardan iborat emasligini anglaysiz. Hayot turfa ranglardan namoyon bo'ladi, mutlaq oq ham, mutlaq qora rang ham deyarli mavjud emasligini, har bir voqeani o'z tarixi borligini tushunib olasiz. Turli insonlar taqdiri, hayot yo'li va hikoyalarini eshitasiz. Aynan shunday tajribalar siz yana ham ulg'ayishingizga sabab bo'ladi. Ammo shu yo'lda siz doimo ushlab turadigan tayanchlaringiz bo'lishi kerak. Ya'ni oila, sevgan kasbingiz, qadrdon do'stlaringiz, mustahkam sog'liq, sabr va matonat hayotingizdagi eng katta boyliklaringizdan biri hisoblanadi. Qanday vaziyat bo'lmasin, ana shu qadriyatlarni qo'ldan chiqarmasligingiz kerak. Bularning barchasi to'g'ri boshqarish uchun esa ilm kerak. Aynan ilm. Ilmning ko'rinishlari juda ko'p bo'lishi mumkin. Sartaroshlik ham ilm, mexaniklik ham ilm, quruvchilik ham asosan ilm ustiga quriladi. Qaysi kasbni tanlamang, uning ortida chuqur bilim va tinimsiz mehnat yotadi. Ana shu bilimni sizga to'g'ri yo'l bilan beradigan inson bu ustoz hisoblanadi. Ustoz hayotingizda ota-onadan keyingi muhim o'rinlardan birini egallovchi inson hisoblanadi. Ular sizlarga beminnat xolis turib barcha ilmlarni o'rgatadi. Bilimlarni ulashadi, yo'l yo'riq ko'rsatadi, boy tajribasi bilan o'rtoqlashadi. Kasbni sevishga, unga sadoqatli bo'lishga va mehnat orqali hurmat qozonishga sizlarga o'rgatadi. Shuning uchun ustozlarni qadrlang. Ularning bergan nasihatlari ko'pincha yillar o'tib o'z qadrini namoyon qiladi. Agar sevgan kasbingizni tanlasangiz, ish siz uchun majburiyat emas, zavqqa aylanadi. Ya'ni dushanba ham siz uchun og'riqli tuyulmaydi. Har tong yana ishtiyoq bilan uyg'onasiz. Shu sababli kasb tanlashda faqat bugun emas, butun umrda o'ylash kerak. Uni ko'nglingiz va aqlingiz tarozisiga qo'yib ko'ring. Ana shunda chin ma'noda erkinlikni his qilasiz. Boshqalarning fikriga qarab yoki kimdir aytgan narsalarga qarab turib kasb tanlasangiz, keyinchalik mana shu qiyinchiliklar davriga kelganda ozgina qiynalib qolasiz. Yana bir necha fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Eslab qoling, hayotda kutilmalarni me'yorida saqlang. Ya'ni haddan tashqari katta umidlar ko'pincha katta umidsizliklarni olib keladi. Atrofingizda ortiqcha narsalardan kutmang. Hamma siz kabi oddiy inson va ular ham birinchi marta bu dunyoga kelishyapti. Unutmang, hech narsangiz qolmagan taqdirda ham imoningiz va umidingizni saqlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon yo'qotmang va o'zingizga bog'liq bo'lmagan narsalarga vaqt sarflashni bas qiling. Ya'ni nimanidir o'zgartirish kerak, endi sizga bog'liq emas u. Atrofingizda siz bilan bir xil fikrlaydigan yoki qadriyatlarga ega bo'lgan insonlar davrasida bo'ling. Hozircha shulardi, qadrli uka-singillarim. Bugun sizlar bilan menga o'z vaqtida aytilgan va hayot davomida o'zim ko'rib, anglab o'rgangan narsalarni bir qismini ulashdim. Buni o'zimning burchim deb bilaman. Chunki har bir avlod o'zi olgan yaxshilikni keyingi avlodga yetkazsa, jamiyat yanada kuchliroq bo'ladi. Sizlardan ham bitta iltimosim bor. Vaqti kelib, siz ham bugungidek katta hayot ostonasida turgan uka-singillaringizni uchratsangiz, ularga yo'l yo'riq ko'rsating, tajribangizni ulashing, yaxshi so'zni hech qachon ayamang. Balki sizning bitta gapingiz kimdir butun hayotini yaxshi tomonga o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zgartiradigan bo'lishi mumkin. Shuning uchun barchangizga tanlagan yo'lingizda sobit qadam bo'lishni, ilmni umr bo'yi tark etmaslikni va sevgan kasbingiz orqali baxt topishingizni tilab qolaman. Hurmat bilan Murodjon Rahmonov. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Video ozgina uzun bo'lib ketdi.